tizzangizga biroz boshimni qo'yay. Alla aytib bering, charchadim ona. Sinovlar ko'p ekan mening boshimda. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p. Ba'zan lol qolaman sabrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p. Ba'zan lol qolaman sabrimga ona. Barga jim ko'nib deya astaxob. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Barga jim ko'nib deya astaxob. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. 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 Kulgim kelar ba'zan, ba'zan yig'lagim. Oqlarim biladi Alloh yagona. Kulgim kelar ba'zan, ba'zan yig'lagim. Oqlarim biladi Alloh yagona. Mushtak yuragimda dardim ko'p, dardim. Sizga ko'p narsani aytolman ona. Mushtak yuragimda dardim ko'p, dardim. Sizga ko'p narsani aytolman ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Yiqilsam qo'limdan tortguchilar yo'q. Ketma deb yo'limni to'sguchilar yo'q. Yiqilsam qo'limdan tortguchilar yo'q. Ketma deb yo'limni to'sguchilar yo'q. Aytmasam dardimni sezguchilar yo'q. Ayting qandoq chiday, ne qilay ona. Aytmasam dardimni sezguchilar yo'q. Ayting qandoq chiday, ne qilay ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga
qadrimga yig'ladim, qadrimga ona, qadrimga yig'ladim, qadrimga ona, qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Assalomu alaykum, rahmatulloh aka. Bolajon dunyosi saxiylari. Qizimiz 2 yosh, bosh miya o'simtasi bilan kasallanib, o'z jonlantirish bo'limida yotibmiz. 6 oydan beri shu Toshkentlarga olib borib keldik. Hatta qilolmaymiz deyishdi, Hindistonda qilamiz deyishyapti. Topgan tutganimiz shu qizga sarflab bo'ldik. Hindistonda operatsiya qilaman deyapti, o'sha yerga olib borishimiz kerak ekan. 20 ming dollar so'rashyapti. Sizlardan Saxovat peshalardan yordam so'rab iltimos qilaman. Yordamlaringni ayamasalaring. Umrida g'am ko'rmasin, unga omad ber. Naqda yuramiz endi. Assalomu alaykum, azizlarim, yaxshimisizlar? Kunlaringiz xayrli, barakatli o'tsin. Otabek bolajonimiz uylariga keldik. Haydar tog'amlar o'zlari ishlashyapti ekan. Assalomu alaykum, Haydar tog'a. Haydar tog'a, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi, tushimisiz? Rahmat. Nima qo'llaringiz ham sovuq? Ancha chiroyli bo'lib qoldi, qarang. Ayniqsa sizga rob zo'r bo'ldi. Endi tomosha qilib o'tiraverasiz endi. Tomosha qilishdan issiq bo'ladi. Kalovat qo'yib olsangiz? Issiq kiradi. Yaxshi bo'ldi Haydar tog'a. Xudo xolasa aytdim-ku, narigili bahorda xudo xolasa boshqacha qilamiz nasib. Bo'ladi. Xudo xolasa. O'zingizsiz? Sizga yaxshi xabar bor. Juda yaxshi. Qog'ozni olib keldim. Olib keldim. Tayyormisiz axir? Tayyormi? Chemadali ikkita bo'ldimi? Ha, ikkita bo'ldi. Bo'ldi. Yudinchi Haydar tog'a bo'lsam qani? Xotin to'ylar ichkaridami? Ha, ichkarida. Assalomu alaykum, ukajonim. Yaxshimisiz? Suzimisiz? Qalaysiz? Mana olib keldim. Ha, mana ko'rdingizmi? Birinchi kuni bunday qilayotdingiz. Bo'ldi mana. Haydar tog'a yuring qani bo'lsin? Qani, rahmatli yaxshimi? Yaxshi. Azon chaqirdilaringizmi, chaqirtirmaysizmi qulog'iga? Chaqirgan joy aytdi, domlamiz bor edi. Ha? Andijonga madrasaga Domla bo'lish shart emas, Haydar tog'a. Azonni o'zi otasi bo'lsa, otasi chaqirsa bo'laveradi. Agar azon chaqirishda o'ta xatolik bilan qiladigan bo'lsa mumkin emas, lekin azonni oddiy azon chaqiradigan inson qilsa bo'ladi. Bugun o'zim chaqirib qo'yaman, xudo xolasa. Ha, bo'ldi. Xudo xolasa. Ishida turibdi ekan. Ha, o'sha ko'p ko'chaga olib chiqyapsizlar ekan. Assalomu alaykum. Hozirga yaxshimisizlar? Xotin to'y, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat sizlar. Zo'r qilib bo'libsizlarmi hozir? Ozodbek yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelyapsizmi, do'st? Rahmat. Rahmat do'stligingiz uchun. Azizlarim, shu Hoji akam bo'ladi. Birinchi shu Otabekni Farg'onaga ko'z doktoriga olib borgan inson. Menga telefon qilgan inson shu inson bo'ladi mana Haydar tog'am. Endi asosiy sabab shu insonda. Xotinda yaxshimisizlar, tushimizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Assalomu alaykum. So'rashib qo'y. Hozir bitta so'rashib qo'y. Assalomu alaykum. Ukajonim yaxshimisiz? Rahmat sizlar. Xudoga shukr, rahmat. Tog'am yaxshimisiz? Rahmat sizlar. Yaxshimisizlar, tushimizlar? Rahmat. Qalaysiz, tushimizlar? Xudoga shukr, xotin to'y yaxshimisiz? Amin. Bitta duo qiling. Ishlarimizga fayz baraka bersin. Amin. Qilingan ehsonlarni dargohida qabul qilsin. Amin. Ehson qilgan ekanlarning umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Jannatlarda soyabon bo'lsin. Xatorimizdan xato qilmasin. O'zidan boshqasini muhtoj qilmasin ilohim. Allohu akbar. Yaxshimisizlar? Singlim yaxshimisiz? Xola, assalomu alaykum. Sizsiz? Qalay rahmatulloh. Ana bering endi, Ya bo'ldi. Mayli. Ofoqisiga ber. Bitta qani bismillahirrohmanirrohim. Yo, buni kim beraman, shoshib turgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Bismillahirrohmanirrohim.
Ilohim ko'z tegmasin. Ip baylab qo'yishlar peshonasiga. Ko'z tegmasin deb. Ha, yo'q bu. Irimi bor. Yo'q, nima, unaqa anaqa biddatlarga ishonmanglar. Haligi ko'pchilik aytib boribdi, kecha ham Xotamtoy ko'cha ko'tarib yursa, azlarim bola qancha haligi tashqarida yuradimi, ichkarida yuradimi, chiniqadi. Haligi ko'z tegmasin, boshqa qilmasin deganlar bular biddat. Hamma narsa Allohdan. O'sha ona qonida peshonasiga yozib qo'yadi. Bu haligi bir narsa bo'ladi, kasal bo'ladi degan narsalar endi to'g'ri ehtiyot qilish kerak, lekin sovuqdan, issiqdan ehtiyot qilish kerak xolos. Haligi rasmni ko'rsatyapti, videoga olyapti deyapsizlar, biroqlar bu ko'z tegmaydi azlarim. Bu Allohning o'zi haligi bandasini panohida asrasin. Mingta dushman kelsa ham hech bo'lmaydi. Albatta. Xudo xolasa bugun qulog'iga azon chaqiramiz. Xotamtoy. Xudo xolasa. Mana shu bolajonda mana qadami qutlug' keldi. Bugun viza chiqdi, Haydar tog'a. Xudo xolasa nima qiling? Bo'ldi. Seni ushlab turaverasizmi bo'lsam, keyin Xudo xolasa azon chaqiramiz, bo'ptimi? Keyin kolyaskasi bor. Keyin belanchaga olganmiz, yangi yengilgina. Xudo xolasa uni olib kelib beraman bir kunda, Xudo xolasa. Qani? Beshikda yotgan bolalar Chaqirasizmi? Nima? Ha, o'zim chaqiraman. Haydar aka O'zim o'zlari chaqiraman. chaqirar ekan azon. Chaqirib qo'yaman. Keyin shu azon chaqirish deb aytibdi. O'zi azon chaqirish bola tug'ilgandan keyin, masalan, 1 kundan keyin, 2 kundan keyin qilsa bo'ladi. Faqat bizda raddomda haligi sanitariya gigiyenaga ehtiyot bo'lganligi uchun kirib chaqirtirmaydi. Endi buni bir oydan keyin qilsa ham bo'laveradi. Faqat bolani qulog'iga birinchi o'rinda Allohning ismi, Allohning nomi zikr qilinsa, aytilsa, bu haligi foydadan xoli emasda, yaxshi narsa. O'shaning uchun bu farqi yo'q. Men endi 7 kunda deganim Xotamtoy endi haligi nimada, haligi bular bir yo'lari nima sunnatga muvofiq chochini kesib qo'yadi-yu. O'shaning uchun degandim. Bugun chaqirib qo'yamiz, Xudo xolasa. o'tirib olaylar. O'tirib olaylikmi? Yuring bo'lsa, qani? Keling. Kelingchi. Keling, Haydar tog'a bo'lsin. Keling, hozir kel. Men ba'da o'tiraman men. Bor. Aha. Siz qatanda oyoq qo'yib oling. Xotamtoyga ham surpriz bor. Hani Imom aka aytardi, surprizlaringiz yoqadi deb. Aha. Azlarim shu mana Xotamtoy ukamizdan Alloh rozi bo'lsin, birinchi kuni Otabekjonda rasmini tashlaganimda shunday hali nimasi ko'rgan yo'qdi, bo'ldi aka yordam beraman deganda juda xursand bo'lganman. Endi kimgadir yelkadosh, haligi bir do'st kerak bo'ladi-da, har doim hamma ishda ham. Men to'g'risi juda ham xursand bo'lgandim. Haydar tog'a, sizga bo'lsa aytganman. Shu mana Zohir hoji akam ham o'ziga ham aytdim, shunaqa bo'ldi deb xursand bo'ldim. Xotamtoy rahmat, mana shuncha narsalarni qilyapsizlar, bu oson emas-da endi. To'g'risi, o'zi yaqindagina katta loyihani topshiruvdilaringiz. Endi Xudo xolasa ko'pchilik bilan bo'lyapti, biz sababchi bo'lyapmiz xolos. Ko'pchilik qo'llab-quvvatlayapti. Mana obunachilar bugun plastiklar ham bitib qolyapti. Xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Rosa mana shu xunuk turganida, juda ham bo'lyapti endi. Keyin azlarim nimalar chiqdi? Mana vizalar chiqdi. Xudo xolasa, hozir men bitta Haydar tog'a endi sizlarga beraman endi bu narsalarni. Hozir mana. Biringlar buni. Hindistonga ham Allohga shukr, azlarim. Bu приглашение. Bu Banisan приглашениесі, mana Spektra klinikasidan hani taklifnoma deyiladi. Shuni bo'lmasa viza bermaydi. Haydar tog'a bu narsa emas, asosiysi. Otabek yo'qmidi? Otabek Shattam chaqir Otabek. Mana azlarim Haydar tog'amning vizasi mana. Bemorlik viza. Bemorlik vizasi 2 oyga beriladi, 60 kunga beriladi. Narxi o'zi $86. Endi biz haligi firmada qildirganimizga firmani shu NDS solig'i bilan $100 tushadi. Bu narsa hozirgi kunda 1.200.000, 1.220.000 so'm. Kursda nima qilganiga endi bu narxini aytib o'tib ketdim. Haydar tog'a mana Hindistonga birinchi marta sizga viza. Taklifnoma. Ha. Bu taklifnoma bu. Haydar tog'a. Bu Otabekniki mana Otabekniki ham bolajonimiz endi Allohga bir yaxshi umid bilan yuboryapmiz. Shu ukalarimiz mana hamma sababchi, sizlar sababchisizlar. Endi shifokorda tajribasi, u ham bir sabab. Endi shifo Allohdan, Xudo xolasa o'zimizdaqa bo'lishini biz kutyapmiz, lekin agar qolgani Allohdan-da endi haligi, lekin umidimiz katta. Yo'q, endi ana bizga videolar yuborib qo'yishdi. Haqiqatan shu darajada bo'lsa bizga yetadi. Otabek, keling polvon, mana sizga bitta narsa beraman. O'chirib turing. Qani? Keling polvonni ko'rish ko'raychi. Necha qo'y telefonni, necha qo'y? Necha qo'y? hozir yoshlar Barakallah. Mana kim bu? Kim rasmi bu? Nima qilyapsiz bu yerda?
insonga yetyapman. Ha, mana sizga viza bu, mana ushing. Polvonim. Ana. Bu sizga viza mana. Hindistonga borgani. Kelma tog'am. Buklama. Keling, men olib turaverayim. Olib Buklama. ko'tayapman. Buklama. Bu yo'lda kerak bo'ladi. Xursand bo'lsin Hotamtoy mana. Ikkitada sizga bittasi orqadagi biletingiz polvonim mana azlarim. O'zbekiston havo yo'llari mana. Mana bittasi bilet. Bu bilet ekan. Samolyotga chiqqani bilet ekan. Ana endi Texli obunachilar. samolyotga chiqib ketaverasiz mana. Nechida ekan? Unisini hozir aytamiz Zohir hoji aka. Azlarni bilasizlar, keyin birinchi kundan beri Haydar tog'a kelganimda sizga aytganman, shu sizga qaruvchi inson bormi, haligi jiyanlaringiz bormi degandim. Siz aytgansiz, yo'q, rahmatulloh, o'zi oqtarib ko'rgan Haydar tog'am. Hasan tog'angga berdim. Ya bering buni. Amakiga bering. Bo'ldi, o'ynayvering, polvon o'ynayvering. Oling telefoningizni o'ynayvering, bemalol. Siz bari yosh bolasiz, hali aqlingiz yetmaydi siz bu naslda. Haydar tog'a sizga boshida birinchi kun aytganman, mana sizga qaruvchi kerak, jiyanlaringiz bormi deganman. Zohir hoji akaning xabari bor. Jiyanlaringizga aytgansiz, hech kim unamadi, to'g'rimi? Hali vaqti bo'lmadi. Bag' o'shanda men aytdim Musojonni chiqib qoluvdi aytsam. Mani vaqtim yo'q, men borolmayman, uyda ishim ko'p tushunadi. U ham yoshi katta inson edi, u ham. O'sha kundan beri ko'pchilik haligi meni o'zimga lichkamga ham yozyapti. Endi ular ichida ayollar bor, haligi o'g'il bolalar bor. O'sha Haydar tog'amga men borib qarasam deganlar bor. Endi ular ismini aytmayman, to'g'risi. Ayol kishilar ham bor edi. Endi hali borib o'sha ovqatiga deb aytdi-da Haydar tog'am. Aytdi. O'ziga ham aytdi. Men o'zimga ham aytishdi. O'ziga ham aytishdi. Notariy salib переводchi o'sha aytdi. Men hech kim bo'lmasa dedi, men olib borib kelaman dedi. Shunaqa. Uni xo'jayini ham bor ekan, xo'jayimdan so'rayman dedi. Birga turganimizda ashnadi. Endi Xo'jayin ruxsat beraveradi. Haydar tog'a mana Zohir hoji akam bilan birinchi kundan men bitta narsani haligi bunday o'ylab qo'ygandim. Hotamtoy, to'g'risi masalan bitta oddiy odamni uyib borsak, Haydar tog'am bilan Haydar tog'am o'zini osh ovqatiga qarab berardi yoki banisiga borardi. Bundan ortiq u insonda foydasi bo'lmasdi-da azlarim. O'shaning uchun biz hoji akam bilan keyin haligi bitta narsaga bir haligi qarorga keldik. Bu qarorimizni oqibati sababi shuki, shu bizni bir ukamiz boradigan bo'lsa, bu ukamizdan juda katta manfaat bo'lardi, foyda bo'lardi xalqimizga. Mana Hotamtoy shunaqa qilib biz shu narsani haligi reja qilgandik. Endi bu uchinchi viza eng bizni bir haligi xalqimizga foydasi tegib, ko'p ishlarga yurgan. Hotamtoy sizga syurpriz mana. Hotamtoyga azlari mana. Ukajonim juda ko'p ishlar qilgansiz. Mana haligi Mahliyoxonni, Shukronani yuborgansiz mana Hindistonga. Ham bolajonsiz, mana qancha insonlar. Siz boradigan bo'lsangiz, sizni qilgan ishingizni boshqa birorta bir qarovchi qila olmaydi, ukajon. Shu maqsadda ba'dishini xudo xolasa Ozodbeklar bor mana, Hotamtoy bor, Sherali bor, biz bormiz, endi xallashib turamiz xudo xolasa. Faqat boshida Hotamtoyga maligi men aytmadim, uchini chiqardim-ku, lekin haligi aniq to'liq aytmagandim. Ukam ham haligi xursand bo'lsin deb. Sababi mana hozir yaqinda chaqaloq bo'lganda, bular o'zini ham ishlari ko'p edi, lekin ukajonim mana shu narsaga siz munosibsiz-da mana. Viza, biletlar bilan. Biz tog'ani kelishiga surpriz qilamiz. Otabekni kelishiga surpriz qilamiz deyaptim. Bitta bo'lmasam bular Yo'q, ukajonim bu narsani mana bugun sizlarga aytdim. Nimaga bilasizlarmi? Agar Hotamtoy bo'ladigan bo'lsa, Haydar tog'amlar bilan bemalol birga yuradi. Haligi videolarga oladi, yana hamma insonlar ko'rib turadi. Hotamtoy narsani ko'rgan, u yerlarda juda kerak odam bu odam. Juda kerak. Undan tashqari sizni borishingiz yana bitta bolajonimiz bor, Jizzaxlik Bilolbek degan aytdim, 6 yoshda, lekin mana xuddi shunaqa jijidaqada. Shu bolajonimizga ham ozgina bo'lsa, mana obunachilaringiz bilan haligi bir mablag' tomonlama yordamingiz bo'ladi, ukajonim. Keyin borib kelganingizdan keyingi masalan kimdir masalan muhtojlik sezadigan bo'lsa, ularga o'zingiz tajribangizni, yo'l yo'rig'ingizni, yordamingizni bemalol qilasizda. Shu tomonlarda o'ylab turib, to'g'risi men Hotamtoydan bir yaxshi bir qarovchini, bilan sherik bo'ladigan hamrohni men topa olmadim. Chiqmadi. Ukajon, rahmat hammasi uchun. ishonch uchun rahmat obunachilar Sherali aka. Sherali mana ukangizga vizasini ko'rib qo'ying, bir keling. Bular ma'siz erkib qolyapti, rahmatullohga. Biz chetda ishlaymiz. Xudo xolasa. Katta syurpriz shu edi, birinchi kuni yangiligi bor deb aytdim mana shunaqa.
Bileti ham bormi hozir? Ha, biletni ham bor. Sherali ko'ring. Qachon uchamiz shundan gapiringlar. Ha, buni ham hozir aytaman, xudo xolasa. Hatam aka, Keling, Hatam ikkita o'zmay qilib o'raydigan olyapsizlar. Hatamboy ketyapti endi. Keling, o'tiring. Ukangizni vizalarni ko'rib qo'ying, mana Hindiston vizalari. Sizlarga ham nasib qilsin. Yo'qsa. Haydi, bilet ekan. Hayday bileti. Biletiga to'g'ri olib qo'ydingizmi aka? Biletigacha oldim. Ukajon. Xudo xolasa nasib qilsa borib kelsalaringiz. Menga talab ekan obunachilar. Sizlar bilami? Yilning 11-oktyabr mana bu xotin-to'y o'zi aytib beraversin mana endi. Obunachilar nima deysizlar endi? Men ketib qolsam ish to'xtab qoladi-ku. Nima bo'lar aka? Siz ham zo'r ekan. Siz ishingizni olib boraveradi. Shiralimi vaqti zo'r bola. Vaqti. Xotin-to'y vaqti bu. Ikkalasi bitta joyda bo'lsa bo'ldi, ish yuradi xudo xolasa. Endi videolarni qilib joylab turamiz. Mana biz ham ora-orada men endi har kun kela olmayman-ku, lekin ikkinchi kanalingiz bor, mana to'y bo'ladi, mana hammalari o'zi bitta insonsizlar, sizlar hammalaringiz. Obunachilar, rahmat aytib qo'yinglar. Biz obunachilar Rahmatullo akamga rahmat aytadigan inson, to'g'risi mana hozir aytib o'tdilar, narxini ham shunchalik rasvot qilibdilar, biletlar yadur olingan ekan. To'g'risi xursand bo'ldim, rahmat shunchalik-ku, lekin bu yerdagi ish surprizlar g'alati bo'ldi-da. Bu shuncha nomilar surprizda, bu kejon bu. Kutilmaganda bo'ladi. Bunga surpriz qilaverardik, bizga ham g'alati bo'lar ekan surpriz. Kutilmaganda, lekin xursand bo'ldim, rahmat shunchalik ishonganlaringiz uchun. Boshqa endi olib qaraganda rasvotan quttancha arzigulik obunachilar, rahmat, tan joylaringiz sog' bo'lsin. Endi qanday bo'lar ekan? Men umuman bormagan bo'lsam, xinchani bilmasamman. O'rganamiz o'sha. Haydar tog'am o'zi shusiz, Haydar tog'am. Haydar tog'am menga qarab turmanglar. Sizdan boshqa odam bularni boshlab, ovorib, olib, bu ishlarni oxiriga yetkiza olmaydi. Siz munosibsiz shunga. Xudo xolasa, siz bajarib kelasiz, xudo xolasa. Chiroyli bo'lib. Rahmat. Endi yana bitta narsa xotin-to'y haligi biragi insonlarga aytib qo'yaylikki, xotin-to'yda o'rniga ham xuddi shu biletga, shu vizaga boshqa bir oddiy insonni olib yuborib qo'ygan bo'lardim, to'g'risi. Lekin u insonni aytyapman, shu Haydar tog'amdan boshqa bir insonlarga bir yordami, foydasi, manfaati tegmasdi. Xotin-to'ydan biz foydalanyapmiz hozir ham, to'g'risini aytib qo'yaylik. Xotin-to'ydan sababchi xolos. shunaqa. Mana sizga bu YouTube bu hammamizdan qolib ketadi. Nechta blogerlarni ko'rdik, nechta kanallarni ko'rdik. Mana o'zimizning kanallar yopilib ketyapti. Qo'limizdan kelgani shu montajni bilamiz, video joylashni bilamiz. O'sha ozgina auditoriya bizni hurmat qilib kuzatadi, bizga ishonadi. Ashu sababchi bo'la olmasak nima qilib yuribmiz bu dunyoda deb aytgandim boshida kelib akamga. Menda unaqa narsa yo'q. Menda haligi obunachilarim men orqali bo'ladi degan narsa yo'q menda. Men prosta shu qiladigan ishim video qilaman. Oddiy bitta inson chiqib reklamaga buncha beraman, reklama qilib bering desam, ya biz reklama o'zi mana uncha demaganman-da. Chunki u o'sha beradigan $100, $200 pulni evaziga meni ketsa bir 20 minut, 25 minut vaqtim ketadi xolos-da. O'sha $100, $200 da kerak bo'lsa paytida yoshligimizda oylab mehnat qilganmiz-da. Uni 20 minut, 25 minutda topib qo'yganimizga Xudoga shukr qilib, indamay olaverish kerak-da. U o'zini narxini qo'yib, shunaqa blogerlar ham bor. Bor unaqalar. Rahmat. Xursand bo'ldim omad. Shunaqa azizlarim, duo qilasizlar. Mana xotin-to'yga juda ham men to'g'risi ishonaman. O'zim ham juda men xohlaganman shu ukam borishligini. Nimagaki bu insondan juda ko'p insonlar haligi bir foydalandi, manfaatdor bo'ldi. Muhtojlarda og'iri yengil bo'ldi, bemorlarda haligi shifo topishiga bir sabab bo'ldi. Bu safar ham xudo xolasa nasib qilsa bir yaxshilik yo'lida shu qadamni bosib Hindistonga boradigan bo'lsa, ukam hali yosh. Bu hali qancha bemorlarga bir yaxshilik qilishida, shifo topishida sababchi bo'ladi. Azizlarim, o'shaning uchun bu biletlarda, boshqalarda nafaqat biz o'zimizning fondimiz, Imranovskiy o'zlarini mana obunachilar ham qancha yordam berishdi. Bu
Bu degani haligi bekorga bir sarflaganimiz yo'q. Ukajonim xudo xolasa ishonamiz mana chiroyli. Olib qo'yinglar mana Ozodbek nimani mana yaqinda Xotam to'yida nimasini rasmini mana. O'sha viza mana Hindiston 1 yillik viza aytganchilik turist viza. Shu yerda ham sizga ozodog'ini oldik. Turist viza ozodroq bo'ladi. $80 bo'ladi. Ukajonim bemor vizadan haligi arzonroqda. Shunaqa ukajon rahmat mana. Bu sizga endi. Rahmat. Haydar tog'am sizga mana. Hozir hammamiz biletimiz bormi? Hamma bileti bor. Yana bitta narsani doim biz reja qilib bilet olamizki, shu yerda aytib qo'yay. Ertadan keyin hali Hindistonga bugun viza chiqdi, ertaga olib ketilaveradi degan narsa emasda. Mana bugun payshanba bo'lsa, biletni men shanba kuni ertalab sahar uchadigan qilib oldim. Shanba kuni sahar uchasizlar. Endi juma kuni kechasi 10-11 da chiqib ketsalaringiz yo'lga. Toshkentda shu soat 5 da haligi ro'yxatdan o'tish boshlanadi. Shanba kuni obedlarda 1-2larda 3larda mehmonxonada bo'lasizlar. O'sha Hindistonda, Dehlida, Jasola shahrida mehmonxonada bo'lasizlar. O'sha kuni endi ozgina bo'lsa ham charchoq bor, bari kechasi yo'lga chiqasizlar, samolyotda uchasizlar Haydar tog'amga. Kecha dam olasizlarda mehmonxona tomonidan yakshanba kuni Agra shahriga shunaqa narsalar borda, haligi sayyohlik. Nimaga yakshanba kuni klinikalar ishlamaydi? Mehmonxonadagi shu ukalarimiz rahmatullohga sizlarni yana mana 10-kuni uchadigan bemorlarimiz bor. Aytib bemorlarimiz bor. Yakshanba kunga sizlarni hammalaringizni Agra shahriga Toj Mahalda ko'rgani 2 ta mashina qilib beradi. Xudo xolasa yakshanba kuni borib Toj Mahalni ko'rib, mana qaranglar birinchi qadamlaringizda. Dushanbadan keyin nasib qilsa klinikaga borib tekshiruv boshlayverasizlar. Ko'nika. Ha, shunaqa. Dehliga, Hindistonga ko'nika bo'lasizlar. Boshqacha bo'lasizlar. Har kuni ertalabni imlab qo'ysam bo'lardimi? Hech nima tayyor bo'lmasa nima olish kerak, nima yo'q endi xudo xolasa. Hammasini o'zidan O'shaning uchun 2 kun xudo xolasa 2 kun mana vaqtlari bor, tayyorgarlik ko'rib. Haydar tog'am necha kundan beri Toshyaptimi? O'shanga yozman diqqat qilib oldim endi men nima qilay. Ha, yetadi-ku o'zga. Yetadi. Ha, hammamizga yetadi. Haydar tog'am har kuni bundan ko'tarib keladi, olib ketaman Hatamjon, joylab berasiz so'mkaga deb. Haydar tog'a mana xursandmisiz mana? Shu birinchi kelganimizda baribir haligi noumidlik, umidsizlik bor edi-da. Bor edi. Xursandmiz faqat. Endi duo qilib beringlar, mana hamma sizga ko'rgan sunadi. Shunchalik mana sabab bo'lgan bo'lsak biz chunki qadam bosdingiz. Qadamingiz bundan ham qutlug' muboraklik bo'lsin. Qilayotgan mehnatlaringizni, qilayotgan harakatlaringizni ajrini Alloh taolo jannatlarda soyabon qilsin. Bu charchamang, tolmang, hormang. Mana shu ishlarda davomiy bo'ling. Buni obunachilarimizga ham, qilayotgan ehson qilayotganlarga ham nima maqsadda ehson qilayotgan bo'lsa, Alloh taolo o'zining ajrini bersin. Xatorimizdan xato qilmasin. Bular ham safarlarga yaxshi borib, safarlarini bexatar qilib, yorug' yuzi bilan yana vatanimizga kelishni nasib ro'za aylasin ilohim. Allohu akbar, rahmat. Ana shunaqa xursandchilik mana bugun hammalaringizga. Endi-da bo'ldi, bugundan boshlab qanday Xatamaka ketamiz. O'zim ham men ketdim, chamadonni olib, hozir sariyog' olgan Haydar tog'am go'sht pishiryapti, o'zi kecha non olish kerak ekan, ishim ko'p ekan, xullas obunachilar. Yo'qmi shunaqa narsalar? Haydar tog'am olyaptilar. Yo'q, bizgilar borib aytdi, hindlarning ovqatini yeyolmaydi-da, achchiq bo'ladi, keyin ularga parhezli ko'proq. Keyin aytdi, mol go'shti yo'q, qo'y go'shti yo'q. O'shaning uchun bizni musulmonlar, o'zbeklar bu yerda mol go'shti, qo'y go'shti yemasa, aytali quvvat ketib qoladi. Haligi shunaqa. Ularni parhez ovqatga o'tib ketib qoladi. O'shaning uchun Haydar tog'am olaversin, sizga ham xudo xolasa yetadi. Garanka paketga so'gilyapti-yu. Siz chamadonni olib kelmabsiz-da 3 ta qilardi. Eng nimasi, yana 1 kilomi, yarim kilo qo'y yog'ini olib, katta qilib, ozgina jizbiz qilib, tepanga solsalaringiz, ertaman non bilan 2 ta yeylar, 2 dona. O'sha immunitetni ushlaydi. Eng katta narsa asha, immunitet ushlaydi. Yo'q, o'zi eng zo'r narsa Hoji aka, Xotam to'y siz hech qanaqa yeydigan narsa olmang, kerak emas. Hozir yoshsiz, borgandan keyin aytdi Hind milliy taomlari bor, xalq narsalari bor, yeb ko'ring, o'sha bilan bemalol yuraverasiz. Endi Haydar tog'am yoshi kattaligi uchun bu jicha qiynaladi. Men yeyolman, chilardan chalpiya qilib. Ha, pirashkalar qilsa ko'chalarda. Qalampir yeyman. Faqat tomog'i tushib qolmasa bo'ldi. Obunachilar, rahmat, xursand bo'ldim, qadrdonlar. Bir tarafni och. Mikrofon to'solmay. Xo'p, azizlar, birinchi bo'lib Shukronaxonni jo'natganmiz Hindistonga. Shu opalar bo'lardi, hozir endi ishlashmayapti ekan. Istor opa, Madina opalar. Bundan keyin yana bir nechta bemorlar jo'natdi. Keyin mana orada Mahliyoxon jo'natildi.
Hindiston bilan rosa ko'p muloqotda bo'lganmiz. Endi haligi o'zimiz bormasak ham ko'pchilik bilan Hindistonda hayot haqida, klinikalari, gostinitsalari haqida rosa ma'lumotga egaman. Lekin umuman o'zim bormagandim. Bugunga nasib qilgan ekan. Mana necha yil bo'lgan bo'lsa blogerlikni boshlaganimga Shukranaxon borganiga hozir mana 4 yil yo 5 yil bo'ldi-da. 5 yildan beri shu Hindiston haqida bilamiz, eshitamiz, boshqa qilamiz. Lekin mana shu Rahmatulloh akam sababli bugunga nasib qilgan ekanda. Endi mana bugun xursand bo'ldim. Endi 11-kuni uchar ekanmiz endi. Bormay desam, ular ketayin deyapti. Shunaqa juda ham yaxshi bo'ldi mana. Qarang, hamma narsa haligi rasomati bilan o'rniga qo'yilib borilyapti. Mana uylarning remonti, Otabekda mana mablag'i topilishi, mana Rahmatullohning tug'ilishi, hamma yaxshi insonlarning bitta joyga jam bo'lishi bu juda ham bir yaxshi. Shunaqa. Endi Xudo xolasa Rahmatullohning qulog'iga azon chaqirib qo'yamiz. Chaqirib qo'y. Endi kimdir aytayapti bu narsani, endi Sherali ham endi haligi ilmli, ozgina bo'lsa ham ilmi bor. Nimaga degan sohib qori domlamiz yonida yuradi. Rustamjon hoji akamlar yonida yuradi. Endi men bilganimcha ozgina aytib qo'yaman. Azizlarim, bu azon aytish qulog'iga payg'ambarimizdan qolgan bir sunnat amal. Bu vojib amal emas. Buni masalan haligi kimdir 7 kunligida yuvintirib qilish kerak, cho'miltirib qilish kerak deyapti. Yo'q, bu xato fikr. Bolani iloji bo'lsa tug'ilganda birinchi o'rinda o'zi otasi agar azon aytishda haligi xatosiz azon chaqiradigan bo'lsa, otasini o'zi qilsa bo'ladi. Agar ko'p xatolikka yo'l qo'yib azon aytishda bilmaydigan bo'lsa, to'g'risi bilgan odamga bergan yaxshi. Keyin ko'pchilik aytadiki, qulog'iga ismini aytilish kerak. Yo'q, ismini aytilish bu ham haligi nima haligi bid'at. Ismini aytishlik prosta o'zimiz uchun, atrofdagilar uchun bildirib qo'yishlik xolos. Endi azon chaqirishlik o'zi eng yaxshi fazilat bu. Bu haligi sunnat amal bo'ladi. Haligi bolani qulog'iga qancha erta Allohning ismi zikr qilib aytilsa, boshqa gap so'zlardan ko'ra iymonli, e'tiqodli, shu haligi bir yaxshi bir inson bo'lib yetishadi. Endi bolaga shu azon aytilganda iloji boricha endi haligi mana katta bir ulamolarga bir niyat qilib shunaqa bir o'xshasin deb agar shu azon aytgan inson shunaqa bir duo qiladigan bo'lsa, bir katta bo'lganda mana shayximiz Muhammad Sodiq shunaqa bir hazratlariga o'xshagan, bir ahli ilmlarga o'xshagan inson bo'lsa, oxiratingizga bir juda ham bir yaxshi bir haligi nima shafoatchini qilib qo'ygan bo'lasiz. Katta bo'lganda ham xursand bo'lasiz-da, qulog'iga azon men chaqirganman deb. Shu xolos bu narsa. Rahmat. Shunaqa ekan. Ruxsat bersangiz agar yo biladigan insonlar bo'lsa, Sherali nima qilsa? Bo'laveradi. Bizda ham mana yaqinda farzandli bo'ldim. O'zim dadam, ya'ni opoqlari chaqirganda biz ham hali domla aytib bunaqa qilmaganmiz. O'zi kitobda shunaqa yozilgan ekanda. Shunaqa. Haydar tog'a o'zi chaqirasizmi? Nima qilasiz? Sizni o'zingiz nima qildingiz, o'zingiz shunga nima? Bo'pti, bo'lsam turdik bo'lsam qulog'iga nima qilib qo'yamiz bo'lsam Haydar tog'a? Nima qibla qaysi tomonda sizlarda? Haydar tog'a? Ular to'g'rimiz. Bu tomondami? Nima qilinadi? Mana mana shu yerda nima qilib qarang, keyin bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu ala rasululloh. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Qad qomat salah, qad qomat salah. Allohu akbar, Allohu akbar. Sizning ismingiz Rahmatulloh, sizning ismingiz Rahmatulloh, sizning ismingiz Rahmatulloh. Allohim shu farishtadek beg'ubor bolajonimizda ilmli, ziyoli, ahli ulamolardan qiyin Parvardigorim ota-onasi rohatini ko'rsin. Xalqimizga, dinimizga, yurtimizga, bashariyatdagi barcha insoniyatlarga bir foydasi tegadigan, manfaat tegadigan qiyin Parvardigorim. Umrlarini rizqini ulug' qilgin Parvardigorim. Saxiy insonlardan bo'lsin, saxovatli bo'lsin Parvardigorim. Allohim jamiki nimaki bir yaxshiliklar bo'lsa, shu bolajonimizni tanasida, aqlida, zehnida mujassam bo'lsin Parvardigorim. O'zing aziz qilgan bandalar qatorida qilgin Parvardigorim. Allohim o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Shunday farishta bolajonimiz
xalqimizni ko'z o'ngida dunyoga keldi Parvardigorim. Hammamiz duo qilamiz Parvardigorim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Mana qutlug' bo'lsin mana. Hoji aka, xalqimizni oldida bir aziz bo'lib dunyoga keldi. Ko'pchilikning bolasi to'g'risi haligi o'zi alohida bo'ladi. Mana senlar ilohim umri rizqi ulug' bo'lsin, rohatini ko'ring, ilmli, ziyoli bo'lsin, o'qimishli bo'lsin, solih yigitlardan bo'lsin, saxiy boylardan bo'lsin. Bashariyat insonlariga, odamlariga bir foydasi tegadigan bo'lsin ilohim. Mana ismingiz dinimizga, ota-onasiga xizmat qiladigan, sizga o'xshagan rahmatullohlardan bo'lsin. Amin. Mana ismingiz Rahmatulloh. Mana ilohim umringiz bo'lsin. Sizlar mana ilohim mana xalqimizni ko'z o'ngida tug'ildi deyapman Xotamtoy. Juda bir boshqacha hamma duo qildi. Bunaqa duoga haligi bir oladigan bolajonlar faqat oilasi davrasida bo'la xolasda. Bu bolajonimizni qancha minglab insonlar duo qildi. Ilohim shu bizni bobokalonlarimiz Abu Rahman Beruniy, Xorazmiy, mana Al-Farg'oniy, Imom Buxoriy, Ulug'bek, mana Mirzo Ulug'bek kabi bir juda ham bir haligi ahli ulamolardan bo'lsin, ilmli insonlardan bo'lsin. Xudo xolasa duo qildik hammamiz. Nasib qilsa mana. Amakisi, siz ham endi amakisi mana Bismillahirrohmanirrohim mana. Uxlar ekanlarda faqat ha. Opam yaxshi qilar ekan. Biz mana domda yashaymiz. Hali ko'chaga olib chiqqan qo'rqamizda bolani. O'zi olib chiqish kerak ekan. Opam ertadan beri ko'chada olib yuribdi. Singlim zo'r qaraydi, juda ham yaxshi qiladi. Endi o'pdan kuchlida endi opada to'rinchisi. Deta, odabi bo'l deta, talatyapti. Qo'yingda. Zo'rg'a ajratib qo'yganmiz. Nima deyapti? Ber deyaptimi? Buni qo'y deyapti, meni ko'tar deyapti. Ozodbekmi? Bolani tasha deyapti. Ha. Ozodbek 1,5 yoshda, hali bilmaydi, aqli yetmaydi. Sizni qizg'anadi endi hozir. Bog'chadan men olib kelgandim. Jiji keldi desam, mayka kelib jiji keldi deyapti. Da qarang. Bir og'zim gapirgan. Qani, hadar tog'a. Uyda desam, Ozodbekda o'zi. Endi bola sekin o'zgaraveradi hali nima qilib. To'g'ri aytyapsiz. O'rgan oladi. Mana shu kechagi azlarim kecha chiroyli kiyinib chiqdi-yu mana singlimiz. Shu Qo'qondan Uchko'prikdan shu Dilbarxon hoji onamga Alloh rozi bo'lsin. Hamma sizni mana tashi uyimdagilar ham juda ham chiroyli ko'ylak, mana ro'mollar debdi. Hoji onam rizo bo'lsin. Sinimizga juda ham bir yaxshi sarpolar qildingiz. Boshqacha bo'ldi singlim, qarang. Shunaqa bo'ldi mana qaranglar. Hammalaringizga rahmat. Uxlayapti. Bir tashvish yo'q. Ha, tutib bermaydi obunachilar, mazza. Uxlash kerak mana. Sizlar ham shuna shirin bo'lgansizlar. Sizlarga ham ota-onalarni xuddi sizlar singari qo'ygan o'shani singari. Alloh taolo shunaqa qiladiki, omadli bola bo'lsa, mana shu kelishdan oldin hamma chiroyli narsalar bo'ladi. Mana shu bolaning omadi bor ekan, shu chiroyli narsalar bo'lib ketdi-da, dunyoga kelishdan oldin. Qadami qutlug' muboraklik bo'ldi, ilohim. Bundan ham bo'lsin, ilohim, ziyoda bo'lsin. Xudo xolasa. Rahmat sizlarga, hammalaringizga. Rahmat. Endi Xotamtoy, men azlarim mana yangilikda eng kattasi bugunga shu o'zi. Hozir Shoira Pezning uyida ham ikkita uy abo'ylar tayyor bo'lgan, hamma yo'g'i. Hozir Qumtepaga borib, shu ikkita spalni divan, bitta shkaf, haligi nimaga Malika Bonuga dars qiladigan stol olishim kerak, uni ko'rsam, Xudo xolasa shu 1-2 kunda yana ikkita xonasini men tayyor qilib jihozlab turib, sizlarga ko'rsataman. Kafel chustalarga oldingiz ketib qoldi. Sal mazasi yo'q ekan. Ha, ertaga Xudo xolasa endi boshqa bolalar keladi, yaxshi bolalar ekan. Endi kechagi ustani haligi oshqozonda pristup bor ekan, oshqozon og'rir ekan. Ishladi, zo'r bola ekan, lekin haligi unga dori olib kelib ber, boshqa qil, haligi bo'lmadi. Xudo xolasa 1-2 kunda nasib qilsa Shoiraxonda asosiy 4 ta xonasi tayyor bo'ladi. Qolganiga shu hojatxonasi bilan hammomini, kafelini, oshxonasini qilib bersak, endi biz sekin-sekin qilyapmiz. Ish to'xtagan yo'q, mana bo'lyapti. Endi qolganiga azlarim iloji boricha shu Xotamtoy aqa boradigan bo'lsa, endi ora-orada kelib turaman-da, shu Xotamtoyga tegishli karta raqamlarni joylab boramiz. Imkoni borlar mana. Alloh qodir qilguncha. Shunaqa. Mani aql jo'natib yuryapti, endi o'zingiz kelib turasiz aka. Xudo xolasa, bo'ldi. Shunaqa qilamiz nasib endi. Bugun qadrdonlar Abedga bir hoji onamiz telefon qildilar. Abed qilmanglar, osh qilib boraman deganlar. Shunaqa obunachilardan ham iltimos, men o'zim yo'q bo'lib qolyapman. Bularga Abed topib beradigan yoki bo'lmasa bularni ovora qilgimiz kelmaydi, opam ham chaqaloqlik boshqa
ko'chadan naqilyapti, buni bugundan boshlandi уже xabar olib kelishlar. Juda yaxshi bo'pti. Endi biz Hindistonga ketadigan bo'lsak, obunachilar, sizlar ustalarni, mana Jamshid Besharal akam, Hatam akamlarni yolg'iz qoldirmaysizlar. Endi Xudo xolasa kelginga chiroyli qilib bir surpriz qilishadi endi. Xudo xolasa. Siz bilan birga boshchiligingizda. Bo'ldi, Xudo xolasa. Rahmatulloh. Mana hozir bular Ayasi berdi. hozir Ha. bu ekson qilayotgan onaxonlar bor ekan, sarpolar jo'natilgan ekan. O'shalarning haqiga duo qilib qo'yinglar deyapti. Opa duo qiling bitta. Singlim. Yo'q, hoji aka, bitta narsani men hozir aytib o'tib kelsam, ko'pchilik inson aytayapti, singlim, keling, dadingiz oldiga keling-da, singlim. Sizdan duo so'rashyapti, haligi farzand so'rashyapti, siz haligi duo qilsin. Singlim, sizni qalbingizda qanaqa gap chiqadigan bo'lsa, Allohga yetib boradi. Duo qiling. Bitta duo qilib bering o'zingiz. Allohu akbar. Rahmat. Shunaqa. Sizni juda ko'p inson yaxshi ko'ryapti. Olimjon. Rahmat. Rosa ular yaxshi ko'rib qolishdi. Kechagi haligi ikkalasi kelin-kuyovdek bo'lib. Seni mana qarang. Odanam to'qonni tepdimi? Xojonami? Bo'pti, bitta talinda bo'pti. Kalininga kelib ko'rib ketdilar-da xojona. Qo'qondagi xojonami? Yo'q, u Dilobar opam, u onangiz. Sizga sarpo To'qonda. Qo'qondan keldimi? Attaqadan bu, attaqada ag'at. Ha? Brendlarga boradilar xojona. Yo'q, boshqa. Itton kuyovlar hamma Boshqa tatab xojona ketdi. ekan. Bekka kelib, yo'g'agangiz borib, eshitib. o'sha so'mkalar va ta'mi chalgima behay narsalar o'shaniki. O'shan ko'paydi. Yo'q, boshqa u uch ko'priklik xojonam savdogar bo'ladi, shu haligi mana haligi kiyim-kechak boshqa savdo qiladi-da. Haligi mana Shoiraxonning uyiga gilam berib yubordi. Keyin sizga bir kun oldin aytdiki, rahmatulloh, shu qizimni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Haligi o'shaning uchun bir 5-6 ta qilib berdi-da. Kiysin maza qilib. Bunday qaradi. Yaqinchigimni patta qaradi. Tam toptirib beribdi. Nata optirib berdim. Ha, rahmat, yo'q, bu rahmat, bu. Mayli, singlim. Qani onam o'tib qolgan degandingiz, mana qancha insonlar sizga onalik qilyapti. Shunaqa. Bo'lsa menga ruxsat endi. Sevinlikimni ko'rgani borgan ekanda. Qaytib keladiganda qaytib kelmadi endi. Men kechgacha kutdim. Yo, boshqa u Dilbarxon xojonam boshqa ular uch ko'prikdan. Yana endi ko'pda endi biz hali tanimaymiz-ku. Kelaveradi hammalari. Keyin azlarim endi Xudo xolasa nasib qilsa shu Shoiraxonning uyida ko'rishamiz. Men harakat qilaman bugun borgani, ertagina ish boshlanadi endi kafilchilar. Shunaqa go'zallari mendan rozi bo'lasizlar. Xursand bo'ldim lekin sizga hamma yaxshi ko'ryapti, rahmat. Iloyim rizo bo'lsin. G'olibjon mana. Rahmat. Adab davomsamisiz? Xursandman. Bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'ling. Yeydigan narsalarni ham yodda olavering. Hamma bor. Xotin-toy ham shu baho deb oladi. Bitta olib keladi. Zapret etib qo'ydilar endi menga. Aqayam, Otabekka ham, o'zimga ham 3 ta chamadon qilamiz. Bu olamiz. 23 kilodan bagaj, 7 kilodan ruchnoy, Xudo xolasa. Endi juma kuni soat 10 da yana shu yerda yig'ilishib, Xudo xolasa duo qilib safar kuzatib endi sizlarni nasib qilsa. Zo'rxo'jakim shunaqa. Ertagada endi. Mayli, G'olibjon. Bo'pti jonim. Sog' bo'ling, men ketaverdim bo'lsam. Mayli. Mana shu ukamizga ham rahmat. 400 ming so'm narsani 320 mingga berdi. Go'zal rahmat, Alloh rozi bo'lsin. YouTube'da Imran Uz. Jiyan Mabdudash bilan hozir olyapmiz. Azizlarim, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar yana bir bor. Malikaxonga mana dars qiladigan stulcha oldik. Shu shkaf, shu shkafni oldik. Mamojon Hoshtaxondan Alloh rozi bo'lsin. 1 million 350 ming so'm qilib berdi. Ancha arzon qilib berdi. Hoshtaxonlarning o'zlari mana. Xudo xolasa. Hoshtaxon Aturtga bor ekanmi? Aturtga bor. Hozir topamiz Hoshtaxon Xudo xolasa. Shu Hoshtaxon duo qilib qo'yasizlar, mana umrizo bo'lsin, aytdi, shu narxga berdi bizga. Keyin naryoqda Elyorbek degan ukamiz ikkita spalli divanni 1 million 600 ming so'mga sotilayotgan aylanib ko'rdik. 1 million 250 ming so'mga berdi. Elyorbek degan ukamiz bor, Alloh rozi bo'lsin. Shularga ham duo qilib qo'yasizlar, Xudo xolasa. Biz hozir Qumtepa bozoridamiz. Mana Qumtepa bozorida. Ha, svetoforda bo'lib turaman-da, siz kutib turaman. Qaysini? Spaynada qo'nadi. Kelaman hozir aka. Ketadir.
Tepaga chiqaramiz. Sog' bo'la hammalaring. Senga qolsizmi? Ha, suvga qolyapman-da. O'tma, o'tib ketib qolmadimi? Amali chiroq o'chib yonatib ulgiyman, o'tib ketdim. Ha, ya baqib oldim, yaxshi keldim. Oldin saqlaychi, shoyra qo'yib olaman. Saqlayinglarmi? Shoyraxon. Shoyraxon. Assalomu alaykum, sizlar yaxshimisiz? Tavozlarni ochib bo'lasiz, ochib yuboringmi endi? Vaalaykum assalom. Gözler uchun saçki çok kötü olasın. Ben ayağımda tizame protez koydurganman da. Final nasıl? Ko'tarilmadi, mana. Tepadagi o'g'il. Ha, tepadan oladi, buni tashladan, qara o'g'il chiqdi. Şey, birlashasiz. Ya qo'ying, rahmat. Shoyra hozir kelishdi. Hammamiz ham bo'yimizni shoyra qo'ydik. Sizga qo'yib olamiz. Shoyra xonalar uchun bag'ilman shu qo'y. Mana shu yapman. Endi napasni o'zlab ketdi. Shoyra qo'shmaymiz. Qo'shing shoyra xon. Qo'ying. Siz qo'shing bo'ldi, buni o'zimiz keta olamiz. Yo'q, siz yana qo'yib qo'ying. Bo'ladi. Bo'ladi. Qiynalashdi. Kelib olamiz. Rahmatulloh. Bo'ldi, aytishim, men o'zim yuboraman-ki. Buni xolos. Ichkariga kirib turaylik. Ha, ichkariga kirib turing, bo'lsa. Hozir kelinglarmizni. Yonboshlab turing. Test oldim. Sizlarning nimasi bor bu? Shallayni. Tut. Turaylik, güzel. Ha, opa bakayım o'raysiz. Yuraylik. Asli tomonda mana yoni yopib qo'yamiz. Hozir bitta divan qoldi, endi xudo xolasa nasib qilsa. Ha, yana bittasi bor ekan, 3 ta ekan bu. Abrashdi. O'zi keyin chiqsin-da, xudo xolasa. To'rttalik, 5 talik ekan bu. Bu Bristonga qo'ygan bitta divan. Shunga hayron bo'lyapman. Ko'pga ketganiga bu. Bristonga yukib boribdi. Hozir bizniki bo'ldi, to'g'rimi? Mana chursak bo'ladi. Ha, bo'ldi, go'zal shunday. Hozir va u kelib qolishda emas, tushirishda, shunchalik Ko'taramiz. Konsertga tushirdik. Qani, balki qo'yib turaylar, buni olib kelib olamiz biz. Ichkariga yurdik. Yuradi bo'lsa. Ukamizga ham rahmat. 200 ming so'm degan joyga 150 ming so'mga olib beryapti. Elyor Bey bor shu divanni mana 1 million 250 mingga berdi. 1 million 600 ming so'm deyapti. Endi aytdi, kami 1 million 450 ming so'm deyotgan narsani 200 ming tushib berdi. Keyin Hoji tog'am bor ekan, Namozjon Hoji tog'am bor ekan. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Baqa tortishib olamiz. Buni pastga tushirib qo'yaylik tepadan. Keldi so'qan. O'chaqda ishlari ham keldi mana. Allohga shukr, nasib qilsa ertaga Zafar aka ertaga chiqar ekanmi Shoyraxon? Chiroyli o'choq qilaylik, mo'rili qilib. Eshiklari bilan, eshiklarni olib kelib qo'ygansizlarmi? Mana. Zamonaviy, hali mo'rilar bilan bo'ladi, xudo xolasa nasib qilsa. Chiqishlarda. Shoyraxondagi eski tandirlari bor edi. Endi o'choq uy bormidi, yo'qmi bilmadim lekin. O'chog'ingiz bormidi o'zi? Yo'q edi, O'chog'ingiz yo'q edi. Ha, sho'r bosib ketgan tandir bor edi, yonida buzilib ketgan tandir bor edi. Ha, eski. Esda, hozir men videosini topsam qo'yib qo'yaman, xudo xolasa. Mana endi pishirishda o'choqlar bo'lyapti, xudo xolasa. Aziz futbol olib keling, endi ozgina bo'lsa ham sizlarga men qilingan ishlarni ko'rsataman. Endi kafil chustamiz mazasi yo'q, ketib qolgan. Oshxonani ham chiroyli qilamiz, xudo xolasa. Shu oshxonasi bo'ladi. Endi buni shu ustamiz o'rayotdi, oxirgacha haligi sog'lig'i chidamasdan ketib qoldi. Ertaga xudo xolasa boshqa kafilchi ustalar keladi, shularga urdiramiz. Mana shu yerdan chiroyligina qilib oshxona qildiramiz, endi qilamiz xudo xolasa. Ixchamgina, uyutligina bo'ladi. Qo'ldan kelgancha.
Shu ro'paraga tandir qo'yamiz. Tandir qo'yganimizdan keyin yoniga shu o'zini suppasi, o'chaqni bu chekkaga qo'yamiz iloji boricha. Shu asbestibada tepaga chiqaveramiz. Fasad ishlarini ham xudo xolasa nasib qilsa dushanbadan boshlaymiz. Ustalar keladi. Bugun havo ancha salqin azizlarim. Otabek uydan kelgandan keyin shu Shoiraxon uyiga jiyanim bilan ozgina bo'lsa ham qarlash boryapmiz. Shu divanlarni olib kirdik. Chiroyli qilib berdik endi. Allohga shukr, bugun yana bitta mana haligi nimasi bor, natijaga erishdik azizlarim. Kimki ehson qilgan bo'lsa, shu xonadonga duo qilgan bo'lsa, dalolat qilgan bo'lsa, barcha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Ehsonlarni Allohim dargohida qabul qilsin. Oxiratda, qiyomatda boshlarga soyabon qilsin ilohim. Ajrini inshaalloh ulug' qilib bersin. Nimaki niyatlari bo'lsa, ko'pi bilan, yaxshilar bilan mukofotlasin. Juda ham bir fayzli, chiroyli bo'lyapti. To'g'ri, sekinroq bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin Allohga shukr juda ham bir yaxshi bo'lyapti. Endi Shoiraxonni kartasiga ehson tushmabdi azizlarim. Shoiraxon kartasini ham qo'yib qo'yganman. Endi bilmadim endi nimaga ehson tushmayapti, hayronman. Mayli ehson tushmasa ham baribir Allohga shukr, Allohga tavakkal qilingan ish baribir bo'ladi, bitadi. U bandasiga Allohim hali qarab qolgan joyi yo'q to'g'risi. Mablag'ini ham yetkazib qo'yadi, narsasini ham ustasini yetkazib qo'yadi azizlarim. Faqat sizlardan shu hissalaringizni qo'shib qolsalaringiz deb sizlarga men ko'p dalolat qilyapman, lekin juda ham bir bee'tibor qolib ketyapti. Shunga ozgina e'tiborli bo'lsak yaxshi bo'lardi. Shu xonadon bitadi. Men birinchi boshlaganimda doim Allohga tavakkal qilaman. Allohga tavakkal qilingan ish bari bitmasdan qolmaydi, lekin shu Allohda ezgu, xayrli ishlarida o'zini imkon darajasida Alloh qodir qilguncha hissalarni qo'shib qolsa yaxshi bo'ladi. 1000 so'mmi, 5000 so'mmi, 10000 so'mmi, nimaga shu ishga sherik bo'lib qoladi. Savobga sherik bo'lib qoladi azizlarim. Bu qiyin narsa emas-ku. Men hayron qolamanki, odamlar bee'tibor faqat ko'rib tomosha qilib o'tiradi xolos. Chiroyli bo'lib bitadi bir kun, qaytib bu xonadonda kim bunaqa remont ishlari bo'lmaydi azizlarim. Sizlarga mana bir imkoniyat hali tugagani yo'q, ozgina qoldi. Shu bizni qiyomatda gunoh ishlarimizga bir kaforat bo'ladi azizlarim. Shu xonadagi kimki hissa qo'shgan bo'lsa, bizga kaforati mana shu gunohlarimizni kechirishiga bir sabab bo'ladi. Uylar ham Allohga shukr, mana juda ham chiroyli bo'lib bitdi mana. Allohga shukr, juda ham chiroyli. Azizlarim, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar yana bir bor? Mana shu bizni haqdor singlimiz Shoiraxon mana yolg'iz ayol bir sag'irdi, yetimdi, mana qizchamizni boshini silab, o'zini tarbiyasiga olib, boqib, qiyinchilikda ham, och qolganda ham, sovuq kunlarda ham mana kashalariga, hattoki odamlardan yalinib yurib, haligi pul topib yurib, qarzga olib, shu qizchani mana hozir 2,5 yosh bo'ldi Shoiraxon. 3 yosh. 3ga kiradi. Juda ham bir haligi aqlli, zehnli, harakatchan mana Malika Bonu haqiqatan men ta'riflagan qizdan ham a'loroqda. Juda ham zehnli qiz. Haligi harakatchan qiz. Keyin tili ham shirin, juda ham hammani haligi xuddi mana sizlar kechqurun gapirib bergan gaplarni do'stingiz yig'laysiz hali to'g'ri. Hali yosh bolakayni video qo'ygan ekansiz, miya boshidan qasd. Bosh miyada o'simtasi bor, nima? Maqsudaxon. Shu yerda sening gapingizni bo'ldim. Azizlarim, shu videoni boshida shu Maqsudaxonni videolarini qo'yib ketdim. Iltimos qilaman, bee'tibor bo'lmanglar. Shoshiling, Hindistonga borishimiz kerak singlim. Gapiravering singlim. Keyin hali videoni ko'rib, ko'zimda yosh chiqib, yana o'tirsam nima dedi. Aya dedi, ana juda nima bo'ldi? Istima chiqyapti, ayasi yig'layapti. Buni qilsa yaxshi bo'lib qoladi dedi. Qo'ltiga qo'ysa istima chiqyapti dedi. Deb shuni deyurali, sen qayerdan bilasan istima chiqqanini desam, qarang yig'layapti dedi. Shunaqa endi gapiryapti bolali. Go'daga mali ko'rib, hali nima qilyapti-da? Haligi rahmi kelyapti, shu nimaga qarang sening. Qarang, ayasi yig'layapti, istima chiqyapti deb jijiga dedi. Qarang sening. Azizlarim, ko'ryapsizlarmi, shu 3 yoshli Malika Bonudi bizni videolarimizni ko'rib shu qizchaga rahmi kelyapti. Onasining kartasiga Shoiraxon 3 million so'm ehson tushdi. Dadasining nomida Sberbank kartaga pul tushyapti, Alloh rozi bo'lsin ehsonchilarimizdan. Bee'tibor bo'lmayapti, lekin ko'proq odamlarga tarqatishimiz kerak. Shu Maqsudaxon 2 yoshli qizchamizni, shiringina qizchamizni, mana Malikaxonda rahmi kelyapti shu qizchaga. Nahotki biz yoshi katta insonlar bo'lib turib, farishtadek bolajonga bee'tibor bo'lsak.
Shu yerda o'tib ketaman, yana Izraildan Moqchi Xirapam har doimgidek mana sizga ko'p yordam bergan Moqchi Xirapam. Har doim insonlarda faol, juda ham bir yaxshi opam, Alloh uchun yaxshi ko'raman. Moqchi Xirapam Maqsudaxonga $100 chiqarib yubordi, Bilolbekka deb $100 ehson chiqarib yubordi. Turkiyada Mavsumaxon singiz bor, 311 ming so'm Turkiyada Mavsumaxon ehson chiqarib yubordi. Bular ehsonda kimgadir atab chiqarib yubormaydi. Rahmatli aka yoki ukajonim, mana shu berib qo'yasiz dedi, men aytaman, shu Maqsudaxonga beraylik yoki zaruriga beraylik deb aytaman. Aytsam bo'lardi, mana Shohraxonning uy loyihasiga pul tushmayapti, qiynalyapmiz, lekin birinchi o'rinlarimizdan kasal. Mana Allohga shukr, ikki uyim bitim. Mana Allohga ming shukronalar aytaman. Qanaqa uylarda o'tirardim, rahmatlilarga uyimda. Ayvonida shu turgan joyingiz. Hali lattilib qo'ydingiz. Ayvonida so'rlar, nimalar ochiq, shunday bolam yiqilib ketardi deb ham qo'rqardim qilib. Shu Hozir qarang qanaqa shu darajaga keldi. Allohim sizlardan rozi bo'lsin, rahmatlilarga. Juda ham chiroyli bo'ldi, singlim mana. O'ziga ma'qulmi, yoqdimi axir singlim? Alo, darajada unaqa qilib bermang, kutgan darajada. Alo, rahmatlilarga Alloh rozi bo'lsin. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Ilohim aytganingiz singlim, sizga nasib qilsa ilohim, o'zingizga xayrli, barokatli bo'lsin singlim. Har bitta uyingizda to'g'risi did bilan boshqacha qilib beryapmiz singlim. Imkon boricha endi o'zimizni haligi qalbimizdan kelib chiqqan narsani qilib beryapmiz, rozi bo'lasizda. Men roziman. Men o'sha bir xonani qilib nima qilib berganlaringda ham bunaqa bo'lmasdim men. Nimaga bu aytyapman-ku. Gapirib bunaqa qilib berolmayman, rahmatlilarga. Mana o'zingizni uyingizda qanday sharoitda yashasangiz, menga ham shunday singlim shunaqa sharoitlarda yashasin deb bizga shunday nimalarni qilib berdingiz. Alloh rozi bo'lsin, rahmatlilarga. Amin. Hammamizdan rozi bo'lsin. Duodaman. Rahmat, singlim, yig'lamang. O'zingiz ham mehnatkashsizda. Ko'pchilik ayol sizlarni sizni yaxshi ko'radi, ko'pchilik obunachilarimiz. Mana hozir ham g'ish kelyapti, g'ish tushiryapsiz. Haligi nima bo'lsa ham qilasizda, bilanglar yo'shib olib qilib ber deb qarab o'tirmaysiz. Haligi tomoshabin bo'lib yoki bir marta men kelgandan beri akam bu uyni bunaqa qilaylik yo bunaqa Shohraxon aralashgan yo'q. Menga tek tashlab qo'ygan bo'ldi. O'zim bilganimcha qilyapman mana. Boriga shukr qilib mana men bu darajada ketardi bo'lmagan, o'ylaymagan edim, rahmatlilarga. Endi shunday unaqa qilib berasizlar degandim. Umuman bu darajada o'ylamagan. Shpakovka qilib haligi ray tortib qo'ysa bo'ldi deb o'ylagansizda. Men shuni o'ylaganman bunaqa. Qanaqa bir chiroyli bo'ylar mana. Azizlarim, bo'ylarim eng yaxshilari, yumshoq sifatlilari. Keyin bu xonangizga yana aytib o'tib ketaman azizlarim, nimaga bu gilam kichkina deb aytsalaringiz, bu asosan pechga turadigan. Undan keyin masalan menga qishda xon taxta qo'yasiz singlim. Malika Bonu dars qiladigan xonasi bu. Endi imkon darajasida uy loyihasini tugatganimizdan keyin Shohraxon singlim shu romdiyoniga sizga bitta tikuv mashinasini olib beramiz. Shali yakandoz, yostiq, ko'rpa tikkani ham yorug' bo'ladi, ham tashqarini ko'rib o'tirib tikaverasiz. Endi gilamda aqa tortsangiz ham bo'ladi, baqa tortib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi bu yerda nima ham pechkaning o'rni ham bor, singlim mana bu chekkada. Kesib qo'ysa bo'ldi, burchakda pechkaning o'rni bor. O'shaning uchun pol parket bo'lganligi uchun singlim faqat bu yerda shunday lattada bir qator artib qo'yasizda bo'ldi. Chiroyli turaveradi. Endi yotoqxonangizni endi o'zingiz ko'rsating singlim, mana endi Malika Bonuning yotoqxonasi deylik endi. Shu Shirintoy qizchamizni yotoqxonasi mana. Mana ko'ringchi mana Shohraxon. Ma'qulmi? Rahmat. Qarang. Bugundan endi xudo xolasa Malika Bonu to'lab ashitdi. Yig'lamang singlim. Kutmagandim, rahmatlilarga. Tanchallaringiz sog' bo'lsin. Ilobat kaskasini yig'lamang singlim. Qanaqa holida azizlarim, patologiylari haligi nima tortilgan, bo'z tortilgan, zaklab ketgan bir qorong'u holatda. Shunaqa edi singlim. Divanlaringiz ko'ringiz qani, ma'qulmi singlim? Ma'qul, shunchalik pulni taqalib, men bunaqa divanlarda yotibman. Shunaqa singlim, divanlar olindi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sizga mana haligi sarpolar yuborgan, shu mana pakrivallarni, plastinlar yuborgan, yopinchalar yuborgan hoji onalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Onaxonlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaridan. Menga butun mana shu nimalarga uyimga hissa qo'shgan, ihson qilgan insonlardan ham Alloh rozi bo'lsin.
ilohim oxiratda payg'ambarimizga qo'shni bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Shkaflaringiz ham ko'ring singlim mana endi. Shkaflarim ajoyib edi. Shkaflaring. Allah razı olsun. Rahmetli aka, tanjalaring sog' bo'lsin. Minnat etmasin Alloh taolo. Ilohim singlim, yig'lamang. Singlim. Shu endi o'g'lingiz atayla Qozog'istonga shu uy-joy qilaman, onamni xursand qilaman, bir narsani og'irni yengil qilaman deb ketgandida, rahmatli oxirat obod bo'lsin. Mana hozir ko'rib turgan bo'lsa, ruh boylar shod bo'ladi. Endi o'zi o'tib ketgan bilan yaxshi insonlar shu o'g'lingizni mana o'rnini yo'qligini bildirmadi singlim. Mana qo'shnilar hammasi ko'p joyga borsam nima qilishadi. O'g'lingiz ajoyib nima edi rosa. Mehribonida juda suv tashlab tursa, keyin xola tashib boradi. Yugurib o'zimga o'xshab kirib ketaveradi-da. Siz shunaqasiz. Qarash bor ekan, nima qilish bor edi, ko'tarish, qarashi bunaqa qilib ajoyib bola edi. Nima bo'lganda buncha nevarali bo'ladi desa, endi nima qilay? Alloh tezkari ekan. Allohga shak keltirmaydi, albatta. Shunaqa sabr, endi bandasi sabr qilish kerak, shukr qilish kerak. Qo'limizdan boshqa hech narsa kelmaydi singlim. Yaxshim, Alloh shu farzandni menga yo'pala qilib qo'ymas, Malikaxonni. Qarang shu mana Malikaxon sizni ko'nglingizni ko'tarib, mana bu she'riy sizga kechalari mana hamroh, mana siz haliga xafa bo'lganingizda ayajon deb ko'nglingizni ko'taradi. Yig'lamang deydi. Ki mana biz kelmayapmiz. Nima deyapti? Otabek do'kasidan olib chiqsak. Otabek nimasini ko'tarib chiqsalar, ko'ryaptimda, yonimga bunday qilib qo'ygandim. Borishga. Aya, tog'am bizga ham javob bersa, javob bersa. Ha bu kelganda aytasan emas, o'ziga deb. Juda o'rganib qoldi. Shu biz yo'q bo'lsak, bir pasda yugurib kelib so'raydi. Tog'am juda ko'taryapti, bizga ham olib bersin, deydi. Ha, Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Azizlarim, shu farishta qizchamiz uchun men to'g'risi qo'ldan kelganicha mana haligi imkon darajasi sizlarning ehsonlaringizni chiroyli holatda, go'zal tarzda mana haligi qilishga harakat qildimki, shu qizimiz haligi katta bo'lsa ham xursand bo'lsin, hozir ham xursand bo'lyapti. U hozir suyungan edi. Bugun o'rtoqlarni olib kiradi, Bugun xudo xolasa Malika buni azizlarim sizlar sabab mana yangi mana xonada, yangi divanlarda, yangi mana pak divanlarda xudo xolasa uxlaydi azizlarim. Borlaringizga ming shukr. Bu narsani haligi til bilan ta'riflashni bir imkoni iloji yo'qda. Sizlar qilgan ishlarni men to'g'risi bir oz so'z bilan haligi ta'riflashni iloji bo'lmaydi bu narsani. Xudo xolasa singlim, endi bizni tashqariga chiqaylikda bo'lsam chiroyli ham duo qilib bersangiz singlim. Kartalaringizga pul tushmabdi, mayli endi. Mayli, xafa bo'lmang, Xudoim o'zi yetkazib qo'yapti. Pul bo'lmasa ham bo'lyapti-yu. O'sha oiladan yetkazyapti. Shunaqa. O'zi azizlarim to'g'risi bu narsalarda shu bizni Bolajon dunyosi xayriya fondimizda meni yaqin ukaxonlarim bor. O'shadan beri unaqa qilyapti, bitta ham unaqa qilgan yo'q-da. Hamma mana duolarimiz unaqa qancha nima qildi. Shu mebellarni ham shu juda ham bir qadrdon ukam kecha 15 million so'm pul berdi. Rahmatli aka, usta haqqa bering. Usta haqqa berdim 4 million. Keyin qolganiga mana mebel, shkaf, divan, mana sizni g'ishga o'tkazib beryapman. Boshqa narsaga o'tkazib beryapman. Shunaqa qilib azizlarim bitta ukam o'zi shu bizni Bolajon dunyosi xayriya fondimizdagi yaqin bir qadrdon insonim yuborib qo'ydi. Aka nima xizmat bo'ldi? Shunaqa ukajon ozgina shunaqa qiyinchilik bor desam bo'ldi. Aka dedi birdaniga shunday 15 million pulni tushirib berdi. Endi bu narsani bitta inson haligi qilmasin. Men u insonga boshqa inson ham sherik bo'lib qolsin, shu savobga deyapman-da, mana haligi 1000 so'm bersam shu savobga sherik bo'ladi singlim. Shunaqa borlariga shukur, mana mavsuma hollar ko'p insonlar hissasini qo'shdi. Bularni men bilmaganlarim bor. Musofirdagi, Rossiyadagi opa-singillarimiz bor. Men to'g'risi juda ham xursand bo'lardim. Aka-ukalarimiz bor, o'g'il qizlarimiz bor, musofirda ham, yurtimizda ham yoshi ulug' onaxonlarimiz bor. Pensiyalaridan sizga ehson qilishdi. Hamma obunachilar ko'p telefon qilib nima qilishyapti. Rahmatulloh Tanjon sog' bo'lsin. Uylaringiz bilan chiroyli bo'lib, xudo xolasa O'zbekistonga boraylik, boramiz deb ko'p nimalar telefon qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Hurmat qilishib nima qilishyapti. Singlim, mana o'zingiz rozimisiz, xursandmisiz axir? Men roziman, rahmatulloh aka. Har qanday ayolingizga tushdik. Yo'q, unadimi. Xudoga hamd ayting. Hamdu sanolar ayting, Xudoga yetadi. Biz bandasimiz singlim. Hech bizdan nima qilmay qarzdor emassiz singlim.
biz o'zimizni bo'ynimizga haligi yelkamizga bir yuklab qo'yilgan narsani bajaryapmiz, qilib beryapmiz. Bir mo'min inson, musulmon inson bir muhtoj miskin insonga yordam berishligi bu hadislarda keltirilganda bu singlim. Ha shu uyda bitmaganda ketganda bolam polayam yo'g'ida ketayotganda Rossiyaga. Nima degandi singlim? Qazoqqa ketayotganda bir umuman yo'q edi. Aslida soatda boshqa qilib shunaqa qilib tikladim, boshqa qildim, lekin baba ayol kishi ojiz ekansiz. Yo'q, nima qilarmiz ekanda. Endi boshida nima yozmagandan keyin Oson emasda singlim bu narsa endi. Singlim keling duo qilib bering, bo'lsa sizni ko'rib turgan insonlarda ehson qilgan mablag'lari bilan, duolari bilan dalolat qilgan insonlar videolarimizga barcha insonlar duo qilib bering. Mana shu uyimga hissa qo'shgan, dalolat bo'lib mana shu nima qilganlar Alloh rozi bo'lsa ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin ilohim. Menga birni beribdi Alloh, meni milliondoshlig'i bilan to'ldirib qo'ysin parvardigim ilohim. Tuprog'i oltin bo'lsin, oltin boshlar omon bo'lsin. Hamisha Allohim panohida bo'lasin ilohim. Oxiratda ilohim jannatlarda qo'shni bo'laylik. Ilohim hamma mana shu menga ihson qilgan insonlar dunyoda Allohim oxirat uchun qaso qilishdi rahmatullaga. Amin, amin. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Panjonlari sog' bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan qina azoban nar birahmatika ya rahmonir rahim. Rahmatina siraf qilgin parvardigor ilohim. Mana shu rahmatlarga ham panjoni sog' bo'lsin. Uyidan, ishidan bo'shanma shu nimalarga kelib, mana shu Farg'onadan kelib, o'shanda joydan kelib, mana shu uyimga unaqa qilib mehnat qilyapti Alloh. Har bir bosgan qadamlaringizga Allohim jannatlarda yo'l bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringiz hammasini ko'ring, rohatini ko'ring ilohim. Seni bilan qo'sha qarib hojilarga birgalikda borishni nasib qilsin parvardigor. Ilohim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohu akbar. Sizlar umringiz uzoq bo'lsin. Shu farishtadek qizchamizni baxtiga sog' bo'lingsiz ham. Sizga biz ehsonni joyiga qilyapmiz. Azizlarim, endi hozir men shu videolarda boshida o'rtasida men birinchi holatni qo'yib ketaman iloji boricha. Nimaga deganingizda sizlarda qilgan chiroyli mana go'zal amallaringizni bu biz bandasi qilgan narsani Alloh taolo endi o'ylanglar qiyomatda, oxiratda, jannatda Alloh bizni yaratgan zot bundan-da million barobar bir go'zal bir qasrlarda beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir safda bo'lishlik barchamizga nasib qilsin. Bu joylarda men birinchi kelganda juda ham zax, mana shu bir qorong'i, bir pardalari yo'q, mana jalyuzalar bo'lgan, mana juda ham chiroyli bo'lib jalyuzalar bo'ldi, mana divanlar qo'yildi, shkaflar. Hozir mana havosi juda ham bir boshqacha toza. Kelganda haligi zakt hidi kelib, haligi bir shunaqa bir nima edi-da. Shunaqa joydan mana sizlar qilgan narsadan Alloh taolo 1000 barobar ko'pini qilib beradi bizga. Xudo xolasa inshaalloh. Endi yuravering, silamaydi. Mana bu tomonlarda azizlarim men kelganimda juda ham bir haligi ochiq ayvon, mayda so'ri bor edi. Shoiraxon shu yerda qiynalib burchakkaligi kuxunning narsalarni qo'yib olgandingiz. Hozir qanaqa go'zal bo'ldi mana. Endi qolgani endi biz obunachilarimizni kommentariyaga yozib qo'ygan fikrlardan, izohlardan bilamiz endi. Haqiqatan go'zal bo'ldimi azizlarim? Bu joy ochiq ayvon edi. Shu yerda bekitib, qishtaligi narigi uyga ham sovuq urmasin, issiq sovuq bo'lsin, haligi issiq bo'lsin deb. Shunaqa qiling, mana shu bolajonimizning xursandchiligi bizga yetadi. Chiroyli qilma dasturlar qilib qo'ydik mana azizlarim. Bu joy tepa so'ri edi, suppa edi, tagi nima edi? Haligi podval qilib olgan kichkina qilib shoiraxon balki bankka qo'yib olgan ekan. Mana bu joylarni yerinmasdan buzib, boshqatdan qildik. Mana endi pechkani qo'yib olsangiz, singlim qishda bemalol xon taxtani qo'yib, mana burchakkaga mana domni yoniga xon taxtani qo'yib, ovqatlanib chiqqandan keyin dast qilasizlarmi, choy ichib o'tirasizlarmi? Yana kimdir aytibdiki, shu joyda oshxona qilib bersang bo'lmasmi dedi. Bo'lmasdi, sababi ovqat qilganda hidlanadi, dog'da hidi keladi, ovqat hidi keladi, tarakan bosadi. Nima keragi bor? Men tashqarida chiroyli joy qilib beryapman. Haligi pastgina, issiqqina kirasiz, 1 soatda choyingizni ichasiz. Qishda sovuqda qolib ketmasin. Kirib o'tirib issiqni o'tiraverasiz. Xudo xolasa. Shunaqa. Azizlarim, Alloh ko'molasidan omon qilsin. Tinchlikda, xotirjamlikda, sihat, salomatlik ko'rishguncha
uzoq umr ko'raylik iloyim, berguvchi qo'llardan bo'laylik. Shunaqa bir chiroyli, bir go'zal amallarda qilishlik barchamizga nasib qilsin. Bardavom qilsin shunaqa ishlarda birga bo'lishlik hammamizga. Hammalaringizga rahmat. Bugungi mana Otabekni ukasi rahmatullohga azon chaqirdik. Xayrli bo'ldi. Shoiraxon yana bir xursandchilikka sherik bo'ldik. Endi nasib qilsa hech kim bolasi kasal bo'lmasin. Shifoxonada haligi sarson, sargardon, puli yo'q, qiynalib yurmasin. Shu Maqsudaxon qizchamizga yordam beraylik azizlarim. Sababi kasal bo'lgan insonda ota-onasi ko'ziga termilib, siqilib, diqqat bo'lib, ilojsizlikdan, imkonsizlikdan, mablag' yo'qligidan, shifokorlarda bir aniq tiniq javob bera olmasligidan yurak bag'ri ezilib ketadi azizlarim. Bemorga oson emas. Bemorda ota-onasiga oson emas. Shu qizchamizga iltimos qilaman, videoni boshida qo'yib ketdim. Ehsonlaringizni ayamanglar. Qissa ehsonni joyi, hozir qilib qo'yinglar shu bolajonimizga. Shoiraxon sendan Xudo xolasa ertaga ko'rishamiz endi nasib qilsa. Zafar akaga kecha telefon qilib o'rasa, seni bo'ptimi? Hammamiz duo qilib o'tiraylik. Chiroyligina bo'lib, sizdan yashab bersalar bo'ldi endi. Malika Bonovda kelsa xursandchiligini birinchi ko'rganda tashlab qo'yasiz videoga olib endi bizga. Xudo xolasa. Mana azizlarim, Allohga shukr, yana kichkinagina bitta finalda qildik deb o'ylayman. 4-xona tugadi mana, Allohga shukr. Sog' bo'ling azizlarim. Allohga omonatlar. Malkaxon. Ne? Nima? So'lchada dars qiladi. Yo'q, oma qizim.
Yig'ishtirib qo'yasanmi? Yo'q. Ha. شنو اليكم؟ Nima deysan Malkaxon? Nima deysan? Nima olib keladi senga? Nima olib keladi senga? Tog'a nima olib keladi? Malkaxon? Nima olib keladi? Nima? Ha, bu yerda ham bor o'yinchoqlaring. Ana. Ana. Otmishda qizim. Maktabga borasanmi endi? Ha? Maktabga borasan? Ha. Mashina chasta? Rahmatullo aka, tanjonlaring sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu bizga ehson qilgan insonlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Nimaki orzu niyatlar bo'lsa hammasiga erishsin. Sen Allohim, mana shu Malkaxon qizimni xursand. Tanjon sog' bo'lsin. Allohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Birovasi oltin bo'lsin, oltin boshlari hamisha omon bo'lsin Allohim. Mana shu bizni uyimizga hissa qo'shgan barcha azizlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Qaranglar, mana shu go'dagim xursand. Men xursandman ilohim. Hammasi mana shu uylar, nimalar mana shu farzandim uchun. Kelajak uchun yaratib berilgan Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Men bundaqa uylarda, nimalarda shuncha ishlar bo'lsa ham qila olmasdim ta'zizlar. Allohim hamisha tanjonlaringizni sog' qilsin, umrlaringizni uzoq qilsin. Tushimga kirmagan ishlar bo'ldi. O'ylab ko'rmagandim-da, bunaqa uyim shu darajada bo'lib ketadi, hech ham o'ylamagan edim. Mana shu uylarim shunday bo'lishiga sababchi bo'lgan. Mana shu rahmatullo akamda ham tanjon sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Mana shu singlim bilan qo'sha qarib hajlarga borishni nasib qilsin ilohim. Nimaki orzu niyatlari bo'lsa ijobat bo'lsin. Mana shu
Qizi Jasmina xonim o'qishlardi. Vizalari chiqib, mana shu Koreyalarga yo'llari ochilib, ilohim hamisha Allohim panohida bo'lsin. Baxtlari butun bo'lsin. Mana shu qizimda ham Tanjon sog' bo'lsin. Hammalaringni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Ana qizimiz stolda aqa totyapti, baqa totyapti. Nima qilasan qizim? Og'ir ko'tarma jon qizim. Qayerga olib ketasan? Eshikka? Qayerda yotamiz bugun qizim? Qayerda yotamiz? Qayerda yotamiz? Yotchi? Bugun Malkaxon shu yerda yotadi. O, mazza qilyapsanmi? Ana bobom yotadi. Ye? Ayasi bilan yotadi Malkaxon, ha? Rahmat. Tanjonlaring sog' bo'lsin, sizlarda ham umrlaring sog' bo'lsin, ilohim. Oldinda yotamanmi men?